Assalamualaikum, qandaysizlar? Hurmatli ot suyuvchilar, hurmatli uloq suyuvchilar. Mana ot bozoriga kelib qoldik. Sizlar bizning kanalda ko'rib turibsizlar. Men sizlarga qo'ldan kelishincha otlardan, janob toylardan bog'larini bilib, uloqqa kirmay o'shalar turali ma'lumot olib beraman. Sizlar bizning kanalni qo'llab, like bosib turinglar, to'g'onlar. 27 oktyabr 2021 yil to'g'onlar. Bugun sovuq kech negizi sovuq bo'ldi. Novqatda. Bu Jon Novqat rayoni Novqatda joylashgan negizi. Novqatga qaraydi. 65 ming so'm. Paradasi qanday ekan bunda? Paradasi o'zingiznikidanmi yo boshqachami? Aralash ekan. Qancha yashar dedingiz? 1,5 yashar ekan. Mingi bo'ldi ekan, ha? Mingi ekan. 65 ming so'm. 53 ming so'radi. 53 ming so'radi. Yaxshi so'rabdir. Mana. Telefon nomerda nima qilamiz? Qoldiramiz, yo sotilib ketamiz. Sotilib ketadi ekan. Mana. Cho'ng to'y ekan, mana ko'rsizlar. Güzel dışarıda. Haydi qancha olasiz? Ha? 80 dan o'tamiz. 80 ming so'm. Narxi sizga qaraymi? Alloh oldi 80 ming so'm. Bular qancha yashar ekan? 1 yashardan paradoks qanday? Qorabayir. Qorabayir ekan. Bog' bo'ldi bugacha? Bog' bo'ldi. Ha, bu yoq bog' bo'ldi-da. 80 ming so'm bo'ldi. Ya qancha berib qo'ydingiz aka? 107 ekoga. 107 ming so'm. Yaxshi beribsiz. Yaxshi. Qancha dodasi aka? 200 ming kam bormi? Ha, 100 ming kam bor ekan. Parodos qanday buni aka? Mesni ekan. Mingi bo'lsa kerak a bular? Mingi ekan. Ming so'm kam bor ekan. Jo'xshat ekan, bular mesni ot ekan. Jashi qanday bo'lib qoladi ham shunda? Jazo 3 bo'lib qoladi ekan. Mana aka, jazo 3 100 ming so'm kami bor deydi. Negizi yaxshi doy ko'rinadi nega deysiz? Chimini borday. Putlarida yaxshi ekan. Ya telefon nomerini qoldiramiz, nima qilamiz? 76 bilan 86 82 18 nomeriga chalib baylanishingizlar do'stlar. Mana otda bir sira davom nima qilib beraman sizlarga. Orqalaridan beri, putlardan beri. Putlari yaxshi ekan. J3 yaxshi aka. J3 yaxshi ekan, bordiga javob ekan. Bu qancha dodasi ham buni? 100 ming doda. 100 ming so'm. Bu qanday boytal va boshqacha parada? Toy ekan. 2 yashar toy ekan. 100 ming so'm ekan. Qorabayir paradasi ekan negizi. Boshqacha sim bo'lgan. To'g'onlar bor joyi yaxshi. J3 yaxshi bor joyi? Yaxshi ekan. Mana kim toy olam deb yurgan bo'lsa, toy ekan erkak to'g'onlar. Dal ko'rsatib qo'yib. Bularga olam deb yurgan bo'lsangizlar, shu nomerini qoldiramiz aka? Telefon nomerini. Aytib qo'yasiz bunda. 70 19 05 26 nomerga chalingizlar. 80 ming berdi. Bozor 80 ming so'm berib turibman aka. Saytda berib edim deydi. Toy ekan to'g'onlar. Boqib minorasi. Dodas aka bu. Ot. Bu qo'ying, endi uni olmang. Aka avoyla qo'ydi, tavoyimiz to'g'onlar. Bezin so'rashi bo'yicha. Mini ko'rtat. Otning kuchtilari kelibdir mana aka, o'ta kuchli ekan bular. Sim bo'lgan. Kelajakda ot bog'laygan ular shu. Qancha dodadi ekan ama? 250 ming doda. 250 ming so'm berishdir. Ökoyatangmi? Bir onu.
250 ming so'm. Parodasi qanday ekan? Rossiyskiy paroda ekan. Shu ekan nomini olsak ekan, Meqsa ekan. Assalomu alaykum. Ya telefon nomini qoldirasizmi? Yozing. Ha, aytingchi. 51 bilan. 51 bilan 20 24 68. 20 24 68. Bu joyichi jo'xsh ekan, desoltar bor jo'xsh. Yaxshi. Qancha jashardan ham? Bir yashardan o'tdi. Bir jashardan o'tib turmak. Menga bo'ldi ekan. Yo'q. Bolalar ekan tuvanlar. O'ta sun'iy to'y ekan negiz. Ko'kraktorda kelishgan pullari tortib ko'rsatib beray sizlarga. Sizlarga javob qolish joqdi deb nima qilam tuvanlar. Qo'sqonda ko'ringizlar. Mana telefon nomerini qoldirdik. Bu yerda uloq bo'ldi. Voy. Voy atan, jon turg'ular voy. Sekinle turg'ular, biron butun develetib qo'yib. Yaxshimi? Desangiz yaxshimi? Bular ko'ruvchilarga bir xavotirga aytib qo'yaysizmi? Ko'ruvchilar shu tinch olsin, nima niyat bo'lsa shunga yetsin, mana shu ot bozorlarga kelib, ular ham bizga o'sha ot olib, orzu havasini ko'rsin. Qo'g'iz ko'ruvchilar ot olam, sizga ot olib bering desa olib beraverasiz-da? Berasiz. Olib berasiz? Bermalar. Bo'ldi, kelaverasizlar bunaqa Odilov ham o'zida aytdi. Noqat qayerdan bo'lsa ot topib olib beramiz. Bo'ldi bunaqa. Qanchada otasiz? 3 yashar. Qanchadaysiz? 90 xizmat kami bor ekan. Parodasi qanday bu? Qorabayir. Usherskiy ekan. Yo'q, bu parodlarni ko'raylikmi? Ha? Parodlarni ko'rmaylikmi? Ko'rsatib, nima qilib beringchi? Bunaqa. Jo'xsh ekan. Bo'ldi aka, bo'ldi. Ya telefon nomerini xotirasizmi? Telefon nomerida. Telefon nomeri 77 bilan 77 bilan 57 57 07 07 67 67 nomeriga chalib 70 bilan ekan. 70 bilan da. Ha, boshqadan javob. Boshqadan. 67 70 bilan 67 07 07 57 70 bilan 70 bilan 67 07 57 57 nomeriga chalib joyichi jo'xsh. Mazava. Yomon bo'lganda bunda aytqandaylar aytdi. Mana aka, joyichida jo'xsh jomon emas deydi. To'g'onlar ko'ringizlar otlarni. Siz qanchada otasiz? 70. Chiqanlar ekan. Bu qancha yashar ekan? 4 yashar ekan. Qora bayroq o'xshaydi, ha? Qora bayroq. Ulog'i bor. Ulog'i yo'qmi? Ulog'i yo'q ekan to'g'ri. Bosim bilib qo'yaylik, qanchani otasiz? 80 ota. 80 ming so'mda otadi ekan nimaga? 80 ming so'm. Hozirda yulishib qolibdi. Ne oldu ekan, ha? Ko'raylik-chi. Odilov shu yerda ekan. Odilov bor yerda borjoq savdo yaxshi bo'ladi, ha? Nega? Qaysi bog' bo'ldi ekan? Hech beyin perish bilan. Nakovi? Ne beyin bilan olishga mana bozor turib qoling, turamiz, qo'yib Ya bu otlar qancha bo'ldi ekan? Bosi 260 ming. Nakovi? bor bor ekan. Men buni fevralda jo'qotdim. Men qara. Bitta gapiraman. To'xtat, to'xtat. 260 ming so'm. Juğovi. Juğo 260 ming so'm. Qo'shqasi bor ekan. Odil aka dadilsiz ham Odil aka. Odil aka bor yerda o'zi negizib so'rab yaxshi bo'ladi. Odil aka, chiydimay bitirib kelding endi. Yaxshi bo'ldi. Menga bari. Bu ne desam bor?
bering. Beraqdilar tutavermaydi. Mına atqa 75 ming so'm berdi to'g'rilar. Bermaydi. Qarab bayır ekan. Bu yerda paydo olib o'tmasmiz. Qaysi kanal bu? Aka Do'stov kanali. Bunday kanal biz o'ylab. Nimaga savdo bo'ladi to'g'rilar. Bermaydi. Mına otlar bitdi bahsi. Boluta odamı. 270 ming so'm berib qo'yishdi uje. 270 ming so'm berib qo'yishdi uje. $270 ming so'm berdi. Yaşı qanaqa? Ne oldu tuğanlar? Şimdi böyle. 270 mingga berib o'tirdi tuğanlar. Olarman ne oldu? Ketib qoldi o'shanda. Boqigan bo'yicha shu yerda yuradi. Balkan bo'yicha shu yerda yuratding. 35 ming so'mdan aytib o'tadi esi местный parod ekan. Toylar ekan. Aspirin toylar. 35 ming so'mdan. Nimaga? Mana otqa, janob otqa 75 ming so'm berib qo'yibdir. 71 ming berdilar o'zi. Nimaga? Esi bermaydi. Nimaga sizlarga ot jabduqlardaagi bog'larni bilib beraymi? Jugo nuqta dag'i Egerdan bog'larni qanchadan sotib oladi, qanchadan beradi tuğanlar. Va esi jonimda. Hozir to'liq olib beraman sizlarga qanchadan sotib oladi. Qonchaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday aka, yaxshimi? Va egerlar qanchada o'tasiz aka? Egerlar 5000 so'm. 5000 so'm. Bu qanday nega 5000 aka? Otqoy o'tirishlari zo'r ekan. O'ta kuchli ekan. Va o'rnoshi jo'xshi-da. O'rnoshi jo'xshi. Buloqqa aytadi. Nimalarcha bular? Jihozlar 450 so'mdan. 450 so'mdan. Qaynoqtalar 250. 250 so'm Va noqtalar. paltarashkaga 350 so'm. Va cho'ng'atlarga ham bunalar 350 so'm. 350 so'mdan ekan. Va lotindan uzangi 2200. Taroqlar 300 dan. Taroqlar 300 so'm. Mol ot taroqdami, ha? Ot taroq, mol taroq bo'laveradi. Va jugondor 450 ming, 1200, Nimaga? 1,5 ming. 1,5 ming so'mgacha ekan. Egar to'shaklar 350 so'm. 350 so'mdan. Boqimlar 800, 650, 450 so'm. 850, 650, 450 so'mgacha ekan. Basmayıllar 1200, 450, 550 so'm. 550. Bularda qanday o'zingiz tigasiz-da uyda? O'zim tegam. O'zingiz tigasiz. Xo'sh, zakaz berib, mo'g'adan tigib ber desa, tigib beraverasiz. Tigib beraman. Telefon nomerini qoldiraylik unda, ha? Telefon nomer 0770 70 42 42 02 02 40. 40 nomeriga chalib, tuğanlar zakaz bersangizlar bo'ladi. O'zingiz tigatgan uyda. Zakazni berib tiktirib olingizlar. Arzonroq qilib berasan, skidka qilib, ha? Kichida skidka qilib beraman. Javob, otqa javob 3200 so'm. Javoblar 3200 so'mdan ekan bularga. Do'stlar, cholingizlar, baylanishingizlar, tuğanlar zakazni beringizlar. Men sizlar bilan qo'shilsam, ondan bizning kanalga qattiq like bosib turingizlar, tuğanlar. Bizning kanalni qo'llab turingizlar. Dag'i hozir negizi uloqqa boram, uloq tortib beram, tuğanlar bir yerda uloq bo'lyaptir. O'shani sizlarga to'liq chaldirib beraman.